Agar Yunus tasbih aytuvchilardan bo'lmaganda edi, qayta tiriladigan qiyomatgacha baliq qornida qolib ketgan bo'lardi deydi Alloh. Yunus alayhissalom u yerdan nima chiqardi? La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minaz zolimin deyverdilar. Aytaverdilar, Alloh taolo baliqdan chiqarib yubordi. Bizga nima najot beradi g'amlardan? Tasbih najot beradi. Payg'ambar alayhissalomdan Imom Abu Dovud rivoyat qiladilar. Agar bir bandaga g'am tushib qolsa, qalbi mahzun bo'lsa, ishlari rivojlanmasa, uni qalbida bir og'irlik, mahzunlik bo'ladigan bo'lsa, Yunus alayhissalom aytgan tasbih aytsin, Alloh unga kishoyish beradi deganlar. Qancha odam shu bilan kishoyish topgan, to'g'rimi? Qancha odam shu tasbih aytgan? Bu joyda juda katta qoida bor. Endi siz ibodatsiz bo'lib, shunchaki yashab bitta boshingizga musibat tushdi. Shuni tasbihni ushlab olib aylantirsangiz Alloh najot bermaydi.